eshib kiradigan haqiqat bilan tugaydi. Mana shu qism ham aynan shunday o'tdi. Tashqaridan qaraganda hamma narsa oddiydek. Kimdir ranjigan, kimdir jahl qilgan, kimdir yana o'tmishga qaytgan. Lekin aslida bu qismda eng dahshatlisi aytilgan gaplar emas, aytilmay qolgan gaplar bo'ldi. Kimning ko'zida pushaymon bor, kimning yuragida qasos bor, kimning sukuti ortida jinoyat yotibdi. Mana shu savollar butun qism davomida havoda osilib turdi. Eng og'iri esa shuki, endi bu oilalarda hech kim avvalgidek beg'ubor ko'rinmaydi. Keling, endi voqealarni boshidan sekin va chuqur his qilgan holda ko'rib chiqaylik. Birinchi sahna: Rustamning uyi. Tong otar o'tmas xona qorong'i. Derazadan oqarib kelayotgan yorug'lik polda yotgan bo'sh idishlarga tushadi. Rustam divanda kiyimi bilan uxlab yotibdi. Uning yuzida uyqusizlikning og'ir izlari bor. Lablari qurigan, qoshlari esa tushida ham tinchlik topmagan. Xonada aroqning achchiq hidi hali ham tarqalmagan. Onasi Zulfiya eshik oldida bir muddat to'xtab turadi. Uning qo'lida ko'rpa bor, lekin ichkariga kira olmaydi. Nega? Chunki u o'g'lining bu ahvolini ko'rishga ham, ko'rmaslikka ham jur'ati yetmaydi. Uning ko'zlarida yosh emas, undan ham og'irroq narsa bor, hafsalasi pir bo'lish. Nega? Chunki bu birinchi marta emas. U o'g'lining asta-sekin tubanlikka ketayotganini his qiladi, lekin qanday to'xtatishni bilmaydi. Nihoyat u ichkariga kiradi. Ovozini imkon qadar yumshoq qilib, "O'g'lim, tur" deydi. Rustam qimirlamaydi. Onasi yana takrorlaydi. Qo'lini uning peshonasiga qo'yadi. Peshonasi kuydirib yuborgudek issiq. U shu zahotiyoq qo'rqib ketadi. "Rustam, qoning qaynab ketibdi. O'zingni bilmayapsanmi?" Rustam ko'zini asta ochadi. Ko'zlari qon bosgan, nigohi esa yo'q. U yerda g'azab ham, pushaymonlik ham, umid ham yo'q. Faqat bir narsa bor, bo'shliq. U lablarini qimirlatib, "Ket ona, men yolg'iz qolishim kerak" deydi. Zulfiya bu so'zlarni eshitgach orqaga bir qadam chekinadi. U o'g'lidan hech qachon bunday sovuqlikni eshitmagan edi. "Men seni tashlab ketmayman o'g'lim" deydi u. Ovozi titraydi. Rustam esa javob bermay, yonboshiga o'girilib oladi. Onasi bir muddat uning orqasiga qarab turadi. Keyin sekin eshik tomon boradi. Eshikni yopayotganda uning qo'li titraydi. U endi nima qilishini bilmaydi. Chunki o'g'li endi uning qo'lidan sirgalib ketyapti. Ikkinchi sahna: choyxona. Kechki payt. Havo og'ir, chang va tamaki tutuniga botgan. Rustam bu yerga tasodifan kelgani yo'q. U bu yo'lni yaxshi biladi. Bu yo'l uning yoshligi, xatolari va kulashlarining guvohi bo'lgan. U eski do'stlarini uchratadi. Ularning hammasi bir paytlar uning bilan birga qimor o'ynagan, ichkilik ichgan odamlar. Rustamni ko'rishgan zahoti ularning ko'zlarida yalt etib bir narsa o'tadi. "Vo, Rustam, qaytdingmi?" deydi biri istehzo bilan. Rustam indamay ularning yoniga o'tiradi. Stolda karta, pul va bir necha qadah bor. U bir qadahni qo'liga oladi, lekin ichmaydi. Faqat barmoqlari bilan aylantiradi. Shu payt uning xayolida o'tmishdagi bir kun jonlanadi. U Zulfiya bilan birinchi marta uchrashgan kunni eslaydi. U qanday baxtli edi. O'sha kuni u ichmaslikka, qimor o'ynamaslikka va'da bergan edi. Hatto o'ziga qasam ham ichgan edi. Endi esa u qasamlarni birin-ketin sindirayotganini his qiladi. Do'stlaridan biri uning yelkasiga qo'lini qo'yib, "Nega qayg'urib yuribsan? Keling, bir-ikki qo'l o'ynaylik, ko'ngling ochiladi" deydi. Rustam uning qo'lini sekin olib tashlaydi. "Men faqat o'tirgim kelyapti" deydi u. Xonadagi hamma unga qaraydi. Ularga g'alati tuyuladi. Chunki ular Rustamni boshqacha bilishadi. Qat'iy, kuchli, hech qachon yiqilmaydigan odam sifatida. Endi esa ularning oldida bir vayronagarchilik o'tiribdi. Bir vaqtlar o'z qadriyatlarini qurgan odam endi o'z xarobalari orasida adashib yuribdi. U bir necha daqiqadan so'ng o'rnidan turadi, qadahni stolga qo'yadi, to'liq holda. Hech kimga indamay chiqib ketadi. Eshik ortida esa bir muddat devorga suyanib turadi. Uning yuragi shunchalik tez uradiki, nafas olishi qiyin. U o'ziga o'zi "Men nima qilib yuribman" deb pichirlaydi. Javob yo'q. Faqat sovuq shamol uning yuziga uriladi.